Hammaga salom do'stlar. Bu holatda dekabr oyida, ya'ni 2024-yil 12-oy 16-sanada tasvirga olingan va bu videoni albatta o'zingizlarning fikringizni kommentda kutamiz va inspektor xodimini ham xizmat vazifalariga qanchalik qonunan amal qilyaptilar yoki yo'q, bunga ham albatta fikringizni qoldirib qo'yasizlar. Video uchun bitta like ayamaysizlar do'stlar. Birgalikda videoni ko'ramiz. Aytgancha, shu fursatdan foydalanib 14-yanvar Vatan himoyachilari kuni bilan barcha xodimlarni sidqi dildan xalqini, vatanini himoya qiluvchilarni tabriklab qolaman. Sog' va salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. Rustam aka, sizmisiz? To'xtash sababi nima aka? Buzdimmi, buzmadimmi? Men hozir katta skorostda kelyaptim. 50 skorostda kelyaptim. Ha, megashida o'tdi. Qizilda o'tgan bo'lsam yozing aka, beyo'la. Agar xo'p aka, yozmoqchi bo'lsangiz, yozma protokol yozing mana. Mayli aka, agar buzgan bo'lsam, gapingizni bo'lmaymi? Protokol tuzmoqchi bo'lsangiz, bemalol tuzavering. Tushundim, buzyapsiz. Tushundim. Yozmoqchi bo'lsangiz, yozing deyapman, tushunasizmi? Yo'q, bizding deyapsiz. Даже shunga ham ko'nmayapti. Tushunasizmi? Yozgan bizlar. Может, у него просто проверка документов, да? Да, он ничего не сможет сделать. Прокатит или не прокатит? Да. Он все пишет. Mana qonun bilan yuramiz. Operatorni qo'yib qo'yamiz. O'sha men bunda bo'lib ketdim bular. Aka, iltimos, qo'yingizni ham, meni ham asabimni buzmaydi. Xo'p. Mayli, xo'p. Xo'p aka, sog' bo'ling.